Assalomu alaykum muhtaram Oynayjahon muxlislari, efirda Puls ko'rsatuvi. Salomatlik inson hayotidagi eng muhim narsalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Inson salomat bo'lsa, u orzularga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayrim holatlarda inson salomatligini saqlab qolish, uni og'riqdan xalos etish, hatto o'limdan saqlab qolish uchun jarrohlik amaliyotlari amalga oshiriladi. Bugungi kunda esa zamonaviy xirurgiya sohasida katta o'zgarishlar bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling, bugungi ko'rsatuvimizda xirurgiya sohasidagi o'zgarishlar haqida hikoya qilamiz. Suhbatdoshimiz Surjimed klinikasi xirurgi Bekzodbek Fayzullayev bo'ladi. Marhamat, suhbatimiz davomida biz bilan birga bo'ling. Bekzod Bahromovich, avvalo xirurgiya sohasidagi faoliyatingiz haqida, qolaversa, nima uchun aynan mana shu xirurgiya sohasini tanlaganingizni shu haqida gapirib bersangiz. Doktorlar oilasidan bo'lgandan keyin asosan qiziqish xirurgiya bo'ldi. Havasımız bo'lgan, shu ustozlara, xirurglara, shularning yurishini, turishini, shularning bir hayotini, har bir kasb mashaqqatli bo'lgandan keyin bir endi xirurgiyani noni o'zi qiyin deb aytilgan. Qiyin bo'lsa ham mana shu sohani tanlagan. Qiyin bo'lsa ham shu endi bizlar uchun bir nima bo'lganda, sharafli bo'lgan, shuning uchun shuni tanlashga bir qaror. Bugungi kunda xirurgiya sohasida qaysi yo'nalishda ko'proq bemorlar murojaat qiladi xirurgik kasalliklar bo'yicha? Asosan endi bizlar umumiy jarroh deb aytilamiz. Umumiy jarrohlikda birinchi o'rinda appenditsit deydi, o't qopida tosh bog'lanib, o't pristup berib, bevosita shu semizlik bilan shug'ullangandan keyin bizlar shu asosan shu ortiqcha vazni bor bemorlar ko'p murojaat etadi va shu oxirgi usuldagi operatsiyalar shu bizda bajariladi. Shular, ya'ni ozdirishga yo'naltirilgan operatsiyalar bajariladi. Bizlar asosan shular bilan, shu bemorlar bilan shug'ullanamiz. Bugungi kundagi xirurgiya bundan bir 10 yil, 20 yil oldingi xirurgiyadan nimasi bilan farq qiladi? Xirurgiya yo'nalishi jadal shunday rivojlanish oldi. Asosan bizning shu yurtimizda oltin standart deb, ya'ni zolotoy standart deb aytiladi. Ya'ni xirurgiyada laparoskopiya, kam jarohatli operatsiyalar. Bu nima beradi bizlarga? Bu kam jarohatli operatsiyalar. Bu bizlarga bemorni tez ertasi kuni 2-3 kunda oyoqqa turib, ya'ni ish faoliyatini shu bemorlar davom qildirisha, ya'ni reabilitatsiya imkoniyat beradi. Bu laparoskopiya bizda shu laparoskopiyani asosan hamma turi mavjud. Surjimed klinikasida bugungi kunda xirurgik yo'nalishda qaysi jarrohlik amaliyotlari amalga oshiriladi? Bizda asosan shu umumiy xirurgiya, ya'ni qorin bo'shlig'i, ko'krak qafasi xirurgiyasida qorin bo'shlig'ida bo'ladigan hamma muammo, ya'ni ko'p muammolarni biz shu kam jarohatli, kam invaziv yo'l bilan bajaramiz. Ya'ni xalq uni lazerli operatsiya deb ham aytishadi, lazer bilan qilish deb. Shu laparoskopiya turini hamma qorin bo'shlig'ida qilinadigan uchraydigan patologiyalarni biz laparoskopichески bartaraf qilish imkoniyatiga egamiz. Jarrohlik amaliyotini bajarishdan oldin aniq tashxis qo'yish bu eng muhim jarayon hisoblanadi. Surjimed klinikasida tashxis qo'yish jarayoni qanday aniqlikda? Shu birlamchi tashxis qo'yish bizda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Endi bilamiz, tashxis qo'yishda bizga shu yangi apparatlar, yangi shu asbob uskunalar yordam beradi. Bizda shu hammasi shu klinikamizda jamlangan. Bular MSKT tekshiruvlari, ya'ni UZI tekshiruvlari, Doppler, echo hamma tekshiruvlar bizda shu mavjud bizning klinikamizda. Shuning o'zida qilinadi. Shunga yarasha hamma mutaxassislar ham tayyorlangan, shuning o'zida mavjud. Bemorlar ovora bo'lib, vera borib, sarson bo'lib yurmaydilar. Shu narsa yo'lga qo'yilgan. Bizni men o'ylaymanki, bizni shu klinikamizni yutuq ham shunda. Ya'ni hamma tekshirish usuli mavjud, oxirgi tekshirish usullari. Shu murojaat qilgan bemorlar bir ovoragarchilik bilan nima qilib bilmaydilar. Shu yangiliklardan, ya'ni birinchi bizning yo'nalishimizda xirurgiyada shu laparoskopiya, ya'ni kam jarohat, ya'ni bu laparoskopiyaning o'zi bo'lavermaydi. Bu yerda ishlatiladigan bizning instrumentariyalarimiz bor. Ya'ni o'sha ultrazvukovoy skalpel deydi, garmonik degan apparatlarimiz bor. Shivayushli apparatlarimiz bor, ya'ni shu qorin bo'shlig'ida shu bizga laparoskopiya yo'nalishida yordam beradi, tikuvchi apparatlarimiz. Tibbiy xizmat bozorida
bugungi kunda xususiy klinikalar ham, davlat klinikalar ham juda ko'p va sifatli xizmatlar uyushtirilib turibdi. Umuman mana shu Surjimet klinikasining xirurgiya bo'limi boshqa tibbiy xizmatlardan, tibbiy klinikalardan nimasi bilan farq qiladi? Bizni endi shu Surjimet klinikasini meni nazarimda shu bir o'zidan ajralib turadigan jihati bu yerda bo'lib turgan yangiliklar. Ya'ni shu bizning endi shu klinikamiz bosh vrachi o'zlari shunday bir yangilikka o'ch bir yangi texnologiyalar bo'lsin, yangi yo'nalishlar bo'lsin, yangi aparaturalar, asbob uskunalar bo'lsin, o'zlari shu narsaga bir qiziqishlari baland bo'lgani uchun asosan ko'rgan bo'lsangiz bizning klinikamizda yosh mutaxassislar, yosh vrachlar faoliyat yuritishadi. Shu bizda shu bo'lib turgan yangiliklar, bo'lib turgan o'sha bir yangiliklarga bir shu zamon bilan bir hamnafas bo'lish bir ishtiyoqi menimcha shu bir bizga farq qildi. Demak, siz bir fikrda aytib o'tdingiz, Behzod Bahromovich, masalan, bugungi xirurgiyada o'zgarishlar katta deb, mana shu keyingi 5 yil ichida xirurgiya sohasida qanday muhim o'zgarishlar, bu xirurglarimiz uchun muhim bo'lgan o'zgarishlar bo'ldi respublikamizda? Umuman respublikamizda keyingi bir 10 yilda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Chunki bu xususiy klinikalarni ochilishi, bu xususiy klinikalarni bir ish yuritishi bu ko'p imkoniyatlar berdi. Asosan bizda xirurglara bitta xirurg bo'lardi, boshqa yoshlara imkoniyatlar to'g'risi kamroq bo'lardi. Chunki siz o'zingizni bir oshkor qilishingiz, bir o'zingizni bir shu yangilikka iqtidoringizni ko'rsatishga qiyinchilik, to'siqlar bo'lardi. Lekin hozir shunday narsalar o'z-o'zidan yo'qolib ketdi. Endi shu yo'qolib ketgan ham bu tibbiyotda, asosan xirurgiyada juda katta o'zgarish qildi. Bizning respublikada, viloyatda, chunki o'sha yoshlarimiz, o'sha bir mutaxassislarimiz o'zlarini namoyon qilish uchun bu imkoniyat bo'ldi. Shu yangiliklarni kiritish, yangiliklarni yaratish uchun katta o'zgarish bo'ldi deb hisoblayman. Surjimet klinikasi xirurglari malaka oshirish masalasida qanday bir yangiliklar? Bizda Surjimet klinikasi o'zi xalqaro klinika deb aytilishining ham sabab biz asosan Rossiya Federatsiyasi o'sha bir Krasnodar o'lkasi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ya'ni Rossiyani o'sha boshqa katta shaharlardan ham vrachlar, mutaxassislar kelib bizda faoliyat yuritishadi. Bir og'irroq bir bemor, og'irroq biz uchratmagan konsulyumlar bemalol bu yerda amalga oshirish imkoniyatlari bor. Yo'nalish bo'yicha shug'ullanadigan vrachni oldirish imkoniyatlari ham mavjud bizda. Faoliyatingiz davomida siz uchun unutilmas bo'lgan muvaffaqiyatli jarrohlik amaliyoti haqida gapirib bersangiz. Klinikamiz ochilgandan keyin endi asosan bu bariatrический operatsiyalarni, ya'ni shu qandli diabetning ikkinchi turini bartaraf qilish, semizlikni bartaraf qilish operatsiyalarini shu Rossiya Federatsiyasidan mutaxassis kelib qilardi. Endi bizlar ham Rossiyaga borib shu narsani o'rganib, keyin shu mutaxassis bilan birga qilib boshlaganimizdan keyin endi bir nimasi bo'ldi. U mutaxassis bu payti o'zingiz bajarsangiz, baribir bir orqangizda biri tursa, bu bemalol qilasiz. Lekin shu mutaxassis endi o'zing qilaver, men turdim deb ketganidan keyin o'zimiz mustaqil shu narsani boshlash bir qiziq bo'ldi, hayajon bo'ldi, lekin shu narsani qilgandan keyin bir o'zingizga bo'lgan bir ishonchingiz paydo bo'ldi. Sizningcha zamonaviy xirurg qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish kerak? O'sha o'z sohasi bo'yicha oxirgi bo'lib turgan nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda endi tibbiyot bilasiz, asosan bu xirurgiya ilgari bir yilda bir o'zgarishlar, bir nimalar bo'lsa, hozir har kuni bo'lyapti. Ya'ni har oyda emas, har kuni bu tibbiyotda o'zgarish bo'lib turibdi, tibbiyotda yangiliklar kelib chiqib turibdi. Shuning uchun bizni endi mutaxassislarimiz, bizning shu xirurglarimiz asosan bular shu yangiliklardan xabardor bo'lib tursalar, menimcha o'zlari uchun ham yaxshi bo'ladi,
iş uchun ham yaxshi bo'ladi, bemorlarimiz uchun ham bu narsalar yaxshi bo'ladi. Bekzodbek Bahromovich, mazmunli suhbat uchun katta rahmat. O'zingizga sog'lik, omonlik, ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Oldin shu ahvolim yeb ichganim singmaydi, tosh bezovtatardi. Endi hozir yaxshiman. Bugun ushlanchi kuni. O'zim kirib chiqib, yeb ichib, uya ruxsat berdilar. Operatsiyadan ham qiynalmay tez chiqdik. Yaxshimiz, ahvolimiz. Eshitib keldik shu doktorni. O'zimizni rayonda doktorlar tavsiya etdi, shu ana borib oling. Qiynalmaysiz. Shu anda nelari ko'p. Zamonaviy narsalari qiynalmay oldirasiz dedilar. Şöyle izlab geldik. Yine derdime şifa taptım. Dar çekende tonların bedor, kalbim ağrır, yığlar edi zor. Şifa istab geldim bir maskan, Surjumetta toptum bahtiyar. Amatsizga shifokorlarim derdim olgan, madadkorlarim qo'li yengil, mehri daryosiz baxtimizga sog' bo'ling doim. Surjumning olishan noblari ta'zim sizga shifokorlarim. Nigohida umid porlagan, bizni so'lam hayotga chorlagan. Her bir so'zi malg'amdir bizga, shifokorlar baxtimiz qilgan. Rahmat sizga shifokorlarim, derdim olgan, madadkorlarim qo'li yengil, mehri daryosiz baxtimizga sog' bo'ling doim. Surjametning olishan noblari ta'zim sizga shifokorlarim. Köpüne mehri hem güçlü, texnologiyalar hem güçlü. Hammasi yaxshi ko'radilar. Hayata qaytarganlar. Doim bunları saklasın, ömürlerini uzak etsin. Bala çağırsın, rahatını görsünler. Şaşalım, miraklar. Sizga bo'lsin minnatdorchilik, shifo topdi sizdan bu tanam. Ulaşasız elaro shodlik. Rahmat sizga shifokorlarim, derdim olgan, madadkorlarim qo'li yengil, mehri daryosiz baxtimizga sog' bo'ling doim. Surjametning olishan noblari ta'zim sizga shifokorlarim. Muhtaram teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan fursatlarimiz nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz davomida zamonaviy xirurgiya sohasidagi yangiliklar bilan tanishdik va Surjimet klinikasida amalga oshirilayotgan zamonaviy xirurgik jarrohlik amaliyotlari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Yana siz bilan puls ko'rsatuvi orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.